Universal ta'lim akademiyasida nimaga rus sinfi tashkil etilmagan? Sababi uni davomi yo'q. Ustoz, ko'pchilik ota-onalar farzandlarini rus tilida ham gapira olsin deb rus sinflariga berishadi. Bu qanchalik to'g'ri va Universal ta'lim akademiyasida ham rus sinflari ochish rejada bormi? Haqiqatda o'rinli savol. Bu borada ko'pchilik ota-onalarda ikkilanishlar bo'ladi. Ya'ni farzandini rus sinfiga bergan ma'qulmi yoki o'zbek sinfiga? Shu o'rinda bitta savol tug'iladi. Farzandini rus sinfiga berishdan maqsad nima o'zi? Desangiz aytadi, farzandim rus tilida gapirsin. Rus tilida gapirishlik uchungina bolani rus sinfida o'qitish shart emas. Bunga misol juda ko'p. Hozirgi kunda 2-sinf, 3-sinf o'quvchilarini ijtimoiy tarmoqlarda ko'ryapmiz. Hatto ingliz tilidan ham B2 sertifikat olganligini ko'zimiz bilan ko'rib guvohi bo'lyapmiz. Bu birinchidan, ikkinchidan 90% ota-onalar bolasini o'zbek bog'chaga beradida, maktabga kirayotgan mahallada rus sinfiga berishadi. Natijada bolada boshlang'ich savodxonlik juda o'zlashtirish past bo'ladi. Ya'ni o'zbek bog'chasiga borib turib, birdaniga rus sinfiga berishadi maktabga o'tganda. Bolada o'zlashtirish past bo'lishligi o'ziga nisbatan ishonchsizlikni paydo qiladi. Uchinchidan, bola boshlang'ich sinfni tamomlagandan keyin o'quvchi o'ziga mutaxassislik fanlari bo'yicha ustozlar qidirib qoladi. Masalan, matematika o'qimoqchi bo'lsa yoki kimyo, biologiya fanlaridan aynan rus tilida mutaxassis topishlik keyin o'ziga yarasha muammolar qo'yadi oldiga bola. Va natijada mana bugungi kunda juda ko'p marta shunaqaga duch kelyapmiz, ya'ni ota-onalar kelib aytishadi, shunaqa dastlab o'sha rus sinfida o'qigandiyu, endi bundan buyog'i o'qishga tayyorgarlik ko'rish uchun biz repetir qidirganimizda shu fanlari bo'yicha qiynalyapmiz deydi. Bu keyincha davomiga ham, bolani o'zlashtirishiga ham, ya'ni qaysidir sohani mutaxassisi bo'lib ketishligi uchun ham qiyinchilik tug'diradi. Shu kabi muammolarga yechim sifatida biz maktabimizda til o'rgatish bo'yicha maxsus metodika ishlab chiqqanmiz. Ya'ni bizning maktabimizga 1-sinfga kirgan o'quvchi 4-sinfda bitirgunga qadar rus va ingliz tillarida erkin muloqot qila oladi. Bundan tashqari, boshlang'ich ta'limdagi boshqa fanlardan ham o'zlashtirish ko'rsatkichi yuqori darajada bo'ladi.